Aziz tomoshabinlar, bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 iyuldan pensionerlar uchun yangi talablar, hujjatlar, tekshiruvlar va to'lovlarni olish tartibida nimalarga e'tibor berish kerak? Bu ma'lumot faqat pensiya olayotgan insonlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari va parvarish qilayotgan yaqinlariga ham tegishli. Chunki bitta kichik xato, masalan, bank kartasi muddati tugashi. Yashash manzili o'zgarib hujjatda aks etmasligi yoki daromad haqida noto'g'ri ma'lumot berilishi pensiya to'lov kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men hammasini oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntiraman. Avval pensionerlarning ko'pchiligi bir tartibga o'rganib qolgan edi. Pensiya tayinlangan. Har oy ma'lum sanada bank kartasiga yoki pochta orqali pul kelgan. Odamlar esa faqat pul tushishini kutgan. Ko'p hollarda hujjatlar bir marta topshirilgandan keyin yillar davomida qayta ko'rib chiqilmagan. Kimdir yashash joyini o'zgartirgan, kimdir bank kartasini almashtirgan, kimdir vaqtincha boshqa viloyatga yoki chet elga ketgan. Lekin bu ma'lumotlar tegishli tizimlarda o'z vaqtida yangilanmagan. Endi esa asosiy e'tibor ma'lumotlarning to'g'riligiga, pensionerning haqiqiy holatiga va pensiya to'lovini olish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar bazalarining mos kelishiga qaratilmoqda. Ya'ni davlat organlari, bank, mahalla, pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli tizimlardagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, oldindan tayyor bo'lsangiz, hech qanday muammo bo'lmaydi. Muammo odatda talabning o'zida emas, odamlarning bu talabdan xabarsiz qolishida bo'ladi. Oldin ko'p pensionerlar hujjat masalasiga faqat pensiya tayinlanayotgan paytda e'tibor berardi. Masalan, ish staji, ish haqi haqidagi ma'lumotnoma, pasport, mehnat daftarchasi, bank rekvizitlari topshirilardi. Keyin pensiya har oy kelaverardi. Agar biror o'zgarish bo'lsa ham. Ba'zan odamlar buni xabar qilishni unutardi yoki o'zi bilib olishadi deb o'ylardi. Hozir esa pensionerning ma'lumotlari muntazam yangilanib turishi muhim bo'lib bormoqda. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, bank kartasi, telefon raqami, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ishga kirish yoki qo'shimcha daromad olish kabi holatlar noto'g'ri ko'rsatilsa, tizimda savollar paydo bo'lishi mumkin. Natijada to'lov tekshiruvgacha ushlab turilishi yoki pensionerdan qo'shimcha hujjat so'ralishi ehtimoli bor. Masalan, pensioner opa 2 million so'm pensiya oladi. Uning bank kartasi muddati iyun oyida tugagan. Lekin u yangi kartani pensiya bo'limiga yoki bank orqali tizimga bog'latmagan. 1 iyuldan keyin to'lov yuborilganda pul eski karta hisobiga tushmasligi mumkin. Opa esa pensiyani kamaytirishdi yoki bekor qilishdi deb xavotirga tushadi. Aslida masala oddiy. Bank rekviziti yangilanmagan. Shuning uchun birinchi talab pul olish yo'lining to'g'ri va faol bo'lishidir. Birinchi navbatda. Bank kartasi muddati tugayotgan yoki yaqinda kartasini almashtirgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar sizning kartangiz muddati 0624, 0724 yoki shunga yaqin muddat bilan tugagan bo'lsa, albatta bankka boring yoki ishonchli yaqinlaringiz yordamida kartaning faol ekanini tekshirtiring. Pul tushadigan hisob raqami yopilgan bo'lsa, pensiya kelmay qolishi mumkin. Bu pensiya yo'qoldi degani emas, lekin pulni olish kechikadi. Ikkinchi guruh, yashash manzilini o'zgartirganlar. Masalan, Toshkent viloyatida ro'yxatda turib, hozir Samarqandda farzandi bilan yashayotgan pensioner bor. Agar pensiya pochta orqali keladigan bo'lsa, eski manzilga borishi mumkin. Bank kartasiga tushsa ham ayrim tekshiruvlarda yashash manzili haqidagi ma'lumot talab qilinadi. Ayniqsa, doimiy ro'yxat. Vaqtincha ro'yxat va amalda yashayotgan joy bir-biridan farq qilsa, hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Uchinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Nogironlik guruh muddati bo'lishi mumkin. Lekin ayrim hollarda qayta tibbiy ko'rik muddati belgilanadi. Agar tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lsa, to'lovlar bo'yicha savol tug'ilishi tabiiy. Men ko'p uchratgan holat. Odamning hujjatida nogironlik muddati o'tdim uyingacha deb turadi. U esa men baribir kasalman, yana davom etaveradi deb o'ylaydi. Salomatlik holati o'zgarmagan bo'lishi mumkin, lekin tizim hujjatga qaraydi. Hujjat yangilanmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. 4-guruh, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olayotgan oilalar. Bu yerda bolalarning o'qishi, yoshi, hujjatlari muhim.
Masalan, bola 15 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma topshirilishi kerak bo'lishi mumkin. Agar o'qish haqidagi ma'lumot o'z vaqtida tasdiqlanmasa, to'lov to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 5-guruh pensiya olayotib ishlayotganlar. Ayrim pensionerlar rasmiy ishga kiradi. Ayrimlar shartnoma asosida xizmat ko'rsatadi. Yana kimdir yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritadi. Bunday holatlarda daromad, ijtimoiy soliq, ish staji va pensiya hisob kitobiga ta'sir qiladigan jihatlar bo'lishi mumkin. Har bir holat bir xil emas. Shuning uchun men doim aytaman, eshitdim. Qo'shnimniki shunday bo'libdi degan gap bilan qaror qilmang. O'zingizning hujjatingiz bo'yicha aniq ma'lumot oling. Agar sizning ID kartangiz yoki pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiya har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz hujjatlardagi manzil bilan mos bo'lsa va sizda qo'shimcha tekshiruvga sabab bo'ladigan o'zgarishlar bo'lmasa, ortiqcha vahimaga tushmang. Yangi talablar hamma pensionerning pensiyasini avtomatik kamaytiradi degani emas. Bu ko'proq tartibga solish, ma'lumotlarni yangilash va noto'g'ri to'lovlarning oldini olish bilan bog'liq. Masalan, otaxon 67 yoshda pensiyasi 2300 ming so'm, bank kartasi yangi, telefon raqami o'z nomida, doimiy ro'yxati va yashash joyi bir xil. Hech qanday yangi imtiyoz yoki o'zgarish yo'q. Bunday holatda otaxon faqat umumiy tekshiruv sifatida o'z ma'lumotlarini bir marta ko'rib chiqsa yetarli. Har oy yugurib idoraga borish shart emas. Lekin hujjatlarni uyda tartibli saqlash, karta muddatini bilish va telefon raqamini ishlatib turish kerak. Birinchi misol. Yettamiz 2 yoshli onaxon pensiyani pochta orqali oladi. U yozda 3 oyga qizining uyiga boshqa tumanga boradi. Pensiya xodimi eski manzilga boradi. Onaxon uyda yo'q. 1 oy, 2 oy pul olinmay qoladi. Keyin onaxon pensiyamni berishmadi deb shikoyat qiladi. Aslida pul hisobda turishi mumkin, lekin yetkazib berish tartibi buzilgan. Bunday holatda oldindan pochta bo'limi yoki pensiya masalalari bilan shug'ullanuvchi tashkilotga murojaat qilib, vaqtincha yashash holatini aniqlashtirish kerak. Ikkinchi misol. Pensioni aka pensiyani bank kartasiga oladi, lekin kartani nabrasiga berib qo'ygan. Nabra karta orqali turli xaridlar qiladi. Ba'zan SMS xabarlar kelmaydi, karta bloklanadi. Aka pul tushmagan deb o'ylaydi. Aslida karta xavfsizlik sababli cheklangan bo'lishi mumkin. Men bunday holatda doim maslahat beraman. Karta o'zingizda bo'lsin. PIN kodni hech kimga aytmang. Agar yordam kerak bo'lsa, farzandingiz bilan bankka birga boring, lekin nazoratni butunlay topshirib qo'ymang. Nogironlik bo'yicha nafaqa olayotgan fuqaro tibbiy ko'rik muddati tugaganini sezmay qoladi. U avval 1.500 million so'm atrofida to'lov olgan, keyingi oy pul kechikadi. Keyin surishtirsa tibbiy xulosa yangilanmagani ma'lum bo'ladi. Bu yerda muammo pulni bekor qilish emas, hujjatning muddati tugaganidir. Agar u oldindan poliklinika, tibbiy mehnat ekspertizasi yoki tegishli komissiya masalasini aniqlashtirganda uzilish bo'lmas edi. 4-misol. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilada farzand kollej yoki universitetda kunduzgi o'qishni davom ettiradi, lekin o'qish haqidagi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmaydi. Tizim bolaning yoshi bo'yicha to'lovni qayta ko'rib chiqadi. Oilaga bu juda og'ir ta'sir qiladi, chunki ular har oy shu pulga dori, oziq-ovqat yoki yo'l xarajatini rejalashtirgan. Demak, o'qish bilan bog'liq hujjatlar avgust-sentyabrni kutmasdan oldindan tayyorlanishi kerak. 5-misol. Pensioner ayol mahallada kichik tikuvchilik qiladi. Keyin rasmiy ravishda yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tadi. U pensiyasiga ta'sir bo'ladimi yoki yo'qmi bilmaydi. Ba'zi hollarda tadbirkorlik faoliyati, soliq to'lovlari va ijtimoiy to'lovlar pensiya ma'lumotlarida aks etadi. Bu yomon narsa emas, aksincha qonuniy faoliyat yaxshi. Lekin noto'g'ri tushuncha bo'lmasligi uchun pensiya bo'limidan aniq tushuntirish olish kerak. Eng muhim nozik jihatlardan biri shuki, hamma talab ham hamma pensionerga bir xil qo'llanmaydi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, parvarish puli yoki boshqa turdagi to'lovlarning har birida alohida shartlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shni, qarindosh yoki tanishning holati sizniki bilan bir xil deb o'ylamang. Ikkinchi nozik jihat. Hujjat topshirgani bilan u tizimga kiritilgani tekshirish kerak. Masalan, siz bankdan yangi karta oldingiz. Bank xodimi hammasi bo'ldi dedi. Lekin pensiya to'lovi
aynan qaysi hisobga yo'naltirilayotgani tasdiqlanmasa, keyingi oyda kechikish bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan ham kerak bo'lsa pensiya tashkilotidan ham pensiya shu kartaga tushadimi deb aniq so'rang. Uchinchi nozik jihat telefon raqami. Hozir ko'p xizmatlar SMS xabar, tasdiqlash kodi yoki elektron murojaat orqali ishlaydi. Agar pensionerning telefon raqami farzandining nomida bo'lsa, raqam o'chib qolsa yoki sim karta ishlamasa, ayrim xizmatlardan foydalanish qiyinlashadi. Men keksa insonlarga shuni maslahat beraman. Hech bo'lmasa bitta ishlaydigan telefon raqamingiz bo'lsin. Uni hujjatlaringiz bilan birga yozib qo'ying, farzandlaringiz ham bilsin. 4-nozik jihat, ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar pulni o'zi ola olmaydi, kasal, yura olmaydi yoki boshqa hududda bo'ladi. Bunday holatda yaqin odam orqali olish uchun ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnomaning muddati, notarial tasdiqi va unda qanday vakolatlar yozilgani juda muhim. Pulini olib berish bilan bank hisobini boshqarish bir xil emas. Hujjatda aniq vakolat yozilmasa, bank yoki tashkilot rad etishi mumkin. 5-nozik jihat. Chet elga chiqish. Agar pensioner uzoq muddatga boshqa davlatga ketayotgan bo'lsa, pensiya to'lovi, yashash manzili va shaxsni tasdiqlash tartibi bo'yicha oldindan ma'lumot olish kerak. Ayrim hollarda fuqaroning tirikligi, yashash joyi yoki hisob raqami bo'yicha tasdiq talab qilinishi mumkin. Bu juda nozik masala. Chunki odam chet elda bo'lib qolib, keyin hujjatni rasmiylashtirishga qiynaladi. Eng ko'p uchraydigan xato hujjat muddati tugaganini bilmaslik. ID karta, bank kartasi, nogironlik xulosasi, ishonchnoma, o'qish ma'lumotnomasi, vaqtinchalik ro'yxat, bularning har birida muddat bo'lishi mumkin. Muddat tugasa, tizim sizni jazolash uchun emas, balki tekshirish uchun to'xtaydi. Ikkinchi xato og'zak gapga ishonish. Mahalladagilar shunday dedi, bankdagi tanishim aytdi. Qo'shnim shunaqa qildi degan gap yetarli emas. Sizga yozma javob. Rasmiy ma'lumot yoki kamida tegishli idoraning aniq tushuntirishi kerak. Ayniqsa pensiya puliga bog'liq masalada og'zaki gap bilan ish tutmang. Uchinchi xato, farzandlar hamma narsani biladi deb o'ylash. Ha, farzandlar yordam beradi. Lekin ular ham band, ular ham har bir qo'yda va o'zgarishni bilmasligi mumkin. Shuning uchun pensionerning hujjat papkasi bo'lishi kerak. Unda ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki tegishli hujjatlar, bank karta ma'lumoti, telefon raqam, tibbiy hujjatlar, ishonchnoma, o'qish ma'lumotnomalari bo'lsa, har qanday vaziyatda tez harakat qilish mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Hujjatlaringizni uyda bir joyga jamlang. ID karta yoki pasport, pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjatlar, bank karta ma'lumotlari, tibbiy xulosalar, nogironlik hujjatlari, ishonchnoma, o'qish ma'lumotnomasi bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Har bir hujjatning muddatini ko'rib chiqing. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? PIN kodni o'zingiz bilasizmi? Kartaga pensiya tushayotgan hisob aynan shu kartaga bog'langanmi? Bularni aniqlang. Agar shubha bo'lsa, bankka shaxsan boring. Yura olmaydigan pensionerlar uchun farzandlari bank bilan maslahatlashsin, lekin xavfsizlik qoidalariga rioya qilsin. Uchinchi qadam, yashash manzilingizni tekshiring. Doimiy ro'yxatingiz qayerda, amalda qayerda yashayapsiz, pensiya qaysi hudud orqali rasmiylashtirilgan, bularni bilib oling. Agar ko'chgan bo'lsangiz, tegishli idoraga murojaat qilib, ma'lumotni yangilash tartibini so'rang. Ayniqsa pochta orqali pensiya oladiganlar bunga befarq bo'lmasin. 4-qadam. Agar siz nogironlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsangiz, tibbiy xulosangiz muddatini albatta tekshiring. Qayta ko'rik kerakmi? Qachon borish kerak? Qaysi hujjatlar talab qilinadi? Poliklinikadan yo'llanma kerakmi? Buni oldindan biling. Oxirgi kunga qoldirmang. Chunki tibbiy komissiya, navbat, tahlillar va hujjatlarni yig'ish vaqt oladi. 5-qadam. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzandlarning yoshi va o'qishini nazorat qiling. Agar bola 12 yoshdan oshgan bo'lsa va kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Ma'lumotnomada bolaning FI, ta'lim shakli, kursi, o'qish muddati va muassasa rekvizitlari aniq yozilgan bo'lishi kerak. Noaniq yoki xato yozilgan hujjat qayta topshirishga sabab bo'ladi. 6-qadam. Pensiya bo'limiga murojaat qilganda savollaringizni oldindan yozib boring. Masalan, mening pensiyam qaysi kartaga tushadi? Hujjatlarimda yangilanish kerakmi? Nogironlik xulosam muddati to'g'rimi?
ishga kirsam pensiyamga ta'siri qanday bo'ladi? Manzilim o'zgarsa qayerga xabar beraman deb aniq so'rang. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. 7-qadam, agar to'lov kechiksa, darrov vahimaga tushmang. Avval bankni tekshiring. Karta faolmi? Hisobga pul tushganmi? Texnik kechikish yo'qmi? Keyin pensiya masalalari bo'yicha mas'ul idoraga murojaat qiling. Murojaatda FH tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqam, pensiya turi va muammo qachondan boshlanganini yozing. Pulim yo'q deb umumiy yozishdan ko'ra, iyul oyi pensiyasi bank kartamga tushmadi deb aniq yozing. 8-qadam, barcha murojaatlaringizdan nusxaviy tasdiq saqlang. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini yozib qo'ying. Agar qog'oz shaklida topshirsangiz, qabul qilingan sana va mas'ul xodim haqida ma'lumot oling. Bu keyin muammoni izlashda juda yordam beradi. Men ekspert sifatida eng muhim narsani alohida ta'kidlayman. Pensiya bu odamning har oylik hayotiy rejasidir. Ko'pchilik shu pulga dori oladi, kommunal to'lov qiladi, oziq-ovqat xarid qiladi, nabirasiga yordam beradi. Shuning uchun pensiya masalasida keyin ko'ramiz degan yondashuv to'g'ri emas. Bir kun vaqt ajratib hujjatlarni tekshirsangiz, keyingi oylar xotirjam bo'ladi. Yana bir muhim maslahat. Keksa ota-onangiz bo'lsa, bu videoni ularga tushuntirib bering. Ular internetdagi xabarlarni to'liq tushunmasligi mumkin. Lekin farzand sifatida siz ularga yordam bera olasiz. Otangiz yoki onangizning kartasi qachon tugashini, hujjatlari qayerda turganini, pensiya qaysi sanada tushishini bilib qo'ying. Bu aralashish emas, bu g'amxo'rlik. Demak, iyuldan e'tibor kuchayadigan asosiy masalalar: hujjatlarning to'g'riligi, bank kartasining faolligi, yashash manzilining mosligi, tibbiy va o'qish hujjatlarining muddati, ishonchnoma va murojaatlarning rasmiyligi. Bu talablar hammani qo'rqitish uchun emas, pensiya to'lovlari tartibli, aniq va manzilli bo'lishi uchun kerak. Tayyor turgan odam muammoga uchramaydi. Befarq qolgan odam esa oddiy hujjat sababli pulini kech olishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq hujjatlarni tekshiring, kartani ko'ring. Kerak bo'lsa bankka yoki pensiya bo'limiga murojaat qiling. Izohlarda yozing, sizda pensiya karta orqali tushadimi yoki pochta orqali olasizmi? 1 iyuldagi o'zgarishlar bo'yicha sizni eng ko'p qaysi savol tashvishga solyapti? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat bir oilani katta ovora bo'lishdan saqlab qolishi mumkin.